eng yaxshi mashina, yangi mashina. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan o'zimizning Andijon viloyatida FAF brendi bo'lgan Tiger dizelli, benzinli variantimizda hamda furgon variantimizda Nalichida Tashkent Motors'da tayyor. Xo'p, eng qulay varianti. Siz o'z biznesingizga qanaqa yukxona kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz tayyorlab olishingiz mumkin. Avtomashinamiz mana bunaqa platforma holatida ham keltirib beriladi. Benzinda va dizelda avtomashina harakatlanadi. Xo'p, hozir video davomida Farzona singlimiz chiroyli qilib bizga ma'lumot beradilar. Tashkent Motors'da FAF brenddan qanaqa texnikalarimiz bor sotuvda. Yaqinlashib kelayotgan Qurbon hayiti munosabati bilan ham chegirmalar e'lon qilindi. Albatta, videoni oxirigacha tomosha qiling, siz kutgan javoblar bo'ladi. Va nihoyat yangilik, O'zbekistondan endi yuk avtomashinlarimiz ishlab chiqarilyapti. Buni xudo xolasa bizga chiroyli qilib ma'lumot beradilar. Farzona singlimiz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bek Buxoro obunachilarga hamda Tashkent Motors kuzatuvchilariga mana bugun 29-may 2025-yil Tashkent Motors'da super yangilik, bunaqasi hali bo'lmagan Tashkent Motors'da FAF Tigerlarimizni shassi variantini, sizlarga benzin hamda dizel variantini bugun obzorini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, pul topar texnika xarid qilmoqchiman deganlar diqqatiga, o'zimiz ona yurtimizga ham chiroyli ishlab pul topaman, oila tebrataman degan akalarimiz, ukalarimiz diqqatiga arzon, hamyonbop, gruzovoy avtomashinlarimiz kirib keldi va eng aslovnoy O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti. Zapchas ehtiyot qilsin, muammo emas. Umuman zapchaslardan, servis xizmatdan umuman muammo emas. O'zimizda ishlab chiqarilayotgan, ya'ni Andijon viloyatida yig'ilayotgan FAF Tiger mashinalarimiz zapchaslardan umuman muammo yo'q. Xo'p, bu hozir bizga tayyor turgan Nalichidagi avtomashinalarimiz. Albatta, Nalichida tayyorini biz ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, to'lov usullarimiz qanaqa bo'ladi? Xo'p, to'lov usullarimizni naqd to'lov usulida hamda kredit qilib olsak ham bo'ladi. Boshlang'ich to'lov albatta 30-36% bilan kredit qilib chiqazib olamiz. Naqdini kutib o'tirmanglar. Qo'lingizda pulinglar bo'ldimi, 30% ga yetdimi, kelinglar sirazi olinglar, kutib o'tirsanglar, mana bu yerda yig'ib ikkita favi pulini chiqazasizlar. Mana. Xullas, oldi yoz sezon boshlangan, bunaqangi avtomashina bilan meva-cheva tashisa bo'ladi. Xullas, o'zingizni biznesingizga moslab avtomashinamizga kuzov yasashingiz mumkin. Xo'p, avtomashinalarımizga Tashkent Motors necha yil garantiya beradi? Xo'p, bularga 3 yil, 1 yil demeymiz, 2 yil demeymiz, 3 yil hamda 100 ming probeg garantiya beramiz. 4 ta narsasiga garantiya beramiz. Motoriga, korobkasiga hamda elektronikasiga, zadnimosiga garantiya beramiz. Aha. Xo'p, keling bir boshdan tushuntirib bersak, mana shu jajji yuk avtomashinamizdan. Avtomashinamiz necha ot kuchi, yoqilg'i turi qanaqa, metan, propan tushadimi? Sizdan kutib qolamiz. Xo'p, FAF Tiger shassi benzin variantimizga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar, o'zi shundoq tayyor shassi varianti qilingan. Buni o'zingizlarni biznesingizga moslab, xohlasanglar furgon variant qilasizlar, xohlasanglar bartovoy qilasizlar, prom tovarniy qilasizlar, biznesga moslashasiz. Xo'p, buni aynan mana shu FAFni eng kichkina modelini yoqilg'isi benzinligi ham bor va dizelligi ham bor. Albatta, bunga bemalol metan, bemalol tushadi, propan ham tushadi bunga. Ot kuchiga keladigan bo'lsak, dizelimizning ot kuchi 110 ot kuchiga ega. Rasxodlarni ham aytib o'tamiz. Rasxodi shahar ichiga yuradigan bo'lsangiz, 12 ta, 14 ta yeydi. Benzinligimizchi? Benzinligimiz ham pashti bir xil. 10 ta sal kamroq yeydi. Agar ikkalasi ham daniga bo'ladigan bo'lsa, 10 ta yeydi. Agar lekin ustiga yuk bo'ladigan bo'lsa, sal ko'proq 15 ta rasxod qiladi. Aynan mana shu FAFni eng kichkina jajji yuk avtomashinamiz yoqilg'isi benzinda. Xo'p, e'tibor beramiz oldinlariga, chiroqlariga eng zamonaviy Euro 5 standarti bilan jihozlangan avtomashina. Ko'rib turibsizlar, zamonaviy va eng qulay avtomashina. Xo'p, resorlarni ham ko'rsatib o'taylik. Diskalariga e'tibor beramiz. Oldingi diskasi ham Euro 5 kamir 6 ta shpilkadan iborat. Shpilkalari ham mustahkam. Ramalari mana o'sha yaqqol ko'rinib turibdi. Bemalol ko'rsangiz ham bo'ladi. Xo'p, bu amortizator resor, faqat resor emas, amortizator resor bo'ladi. Mana amortizatorimiz, bu resorimiz. Orqasi qo'sh balon,
bemalol yukni qancha o'tsangiz ham qiynalmasdan tortib keta oladi. Ramalariga e'tibor beramiz. Ramasi ham anchagina mustahkam, splashnoy ramadan iborat. Zapaskalari o'z joyida turibdi. Stop chiroqlari mana bunaqangi dugalarigacha o'rnatib qo'yilgan. Xo'p. Xudo xolasa chiroqlari bor albatta. Oladigan yurtdoshlarimiz shunagina xohlasalar vodovoz. Hozirda masalan suv tashish ham yaxshigina biznes turiga aylangan. Albatta. Xo'p, kimdir evakuator qiladi, kimdir evakuator qiladi. Xo'p, vodovoz qiladi, kimdir masalan o'zini biznesiga mos bo'lgan platformani, bortni yasaydi. Bu hozir rama holatdagi keltirilgani bu yurtdoshlarimiz uchun bir imkoniyat. Albatta, bir imkoniyat, o'zlarini bizneslariga mos xohlagan turdagi yasab olishsa bo'ladi o'zlari. Xo'p, mana shunday holatiga kelib, ustangiz bilan temirni tushunadigan mutaxassis bilan kelib tekshirib, avtomashinamizni sifatini ko'rib, ana undan keyin bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Albatta, bemalol. Hozir ochiq holatda turibdi. Masalan, ramasi qanaqa ekan, ko'ra olmadim degan muammo vajlar bo'lmaydi. Zadni moslariga e'tibor beramiz. Zadni moslari ham anchagina mustahkam. Xo'p, zapaska ballonlari bor. Zapaska ballonlari ham o'ziga o'rnatilgan ballondan, yuk tashish uchun mo'ljallangan, ko'proq yurib beradigan chuqur protektorlik ballonlardan. Xo'p, bu yoqilg'i bakimiz. Yoqilg'i bakimiz 50 litr bo'ladi. Mana yaqqol ko'rinib turibdi. Mana. Salonni ichlarini ko'rsatadigan bo'lsak, buni hozir salon ichidan oldin bir narsani tushuntirib o'tamiz. Ma'lumot tariqasida ikkita mana shu yeriga metan qo'ysa bo'ladi. Bu benzin bakni sal oldinroq ko'chiriladi-yu, mana shu yerning o'ziga ikkita 80 talikmi yoki 60 talikmi ballon o'rnatib bemalol avtomashina bilan yuk tashisa bo'ladi. Xo'p, korobka qismlariga e'tibor beramiz. Korobka qismlari, motor qismlari. Xo'sh, bu avtomashinamiz bizga xo'sh, yoqilg'isi benzinda avtomashinamizni ko'rib turibsizlar. Oldinlari ham resor, lekin resor bo'lishiga qaramasdan avtomashinamiz anchagina yumshoq. Xo'p, kabinani ko'taradigan mexanizmlari mana. Bitta o'zingiz ham bemalol yo'lga qoladigan paytga ko'tarib bemalol tuzatishingiz mumkin. Kardan qismlariga e'tibor beramiz. Kardanlari hammasi mustahkam. Gulishtirlariga yoqilg'ini sarfini kamaytirib beruvchi imkoniyatlari bor. Xo'p, keling endi salon qismiga o'tsak. Salon qismi ham juda ham qulay. Eshik yopiq ekan-a buni. Yopiq ekan. Salon ichida mayli, salon ichida cruise control deysizmi, klimat control deysizmi, center zamok, to'rtta tarafi kamera bilan jihozlangan. Rullari gidravlika. Albatta. Konditsioner bor. Haydovchidan tashqari bir kishi o'tirib keta oladi. Xo'p, yana avtomashinamizning qulayligi bemalol bortlik yuk avtomashina bort qo'yadigan bo'lsangiz, hozirda ko'pchilik masalan aynan meni tanishlarim meva-cheva tashishadi. Boshqa viloyatdan boshqa viloyatga meva-cheva tashishadi. Shunaqangi momentga ham bu juda ham asqotadi. Kimdir olib oddiy bort qo'yadi. Qurilish materiallari, gipsokarton, sement, rodbank shunaqa narsalarni tashiyman deb. Kimdir esa o'ziga moslab prom tovarni xolodilnik qo'yishi mumkin. Albatta, xolodilnik qo'yish mumkin. Buni gruzopodъемностьda o'zi dokumentalli pasportida 2,5 tonna yozilgan bo'ladi, lekin bemalol 3-3,5 tonna ko'tara oladi. 3-3,5 tonnani bemalol ko'tarib, bemalol manzilga olib bora oladi. 2 tonnaga 8 kilogramm qo'yilgan bo'lsa, agar to'g'ri tekis yo'l bo'ladigan bo'lsa 4 tonnani ham bemalol qiynalmasdan torta oladi. Xo'p, avtomashinamiz injektor bo'ladi. Gaz tugab qolgan vaqtga ham benzinda harakatlansa necha litr rasxod qiladi? Benzinda harakatlansa agar liniya bo'ladigan bo'lsa 10 litr yeydi, undan oshmaydi, liniya bo'ladi. Shahar ichi bo'ladigan bo'lsa uzog'i 12 litrgacha yeydi mashinamiz. Endi shunday avtomashina 10 litr, 12 litr rasxod qiladigan bo'lsa, oddiy bir Damazimiz ham hozir 10 litr, 12 litr rasxod qiladi. Xo'p, pul topadigan, oila tebratadigan, orzu havas qilsa bo'ladigan texnikalarni biz sizga ko'rsatib o'tamiz. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz yengil mashinani uyiga qo'yib, ko'pchilik o'zlari musofirga borib, og'ir mehnat qilishadi. Xo'p, bizni taklif kelib Tashkent Motorsdan xohlasangiz Fav brendidagi shunaqangi yuk avtomashinlarimiz, xohlasangiz Jack brendidagi mana bunaqangi X200 modellarimizda xarid qilib
o'zimiz ona yurtimizga ham chiroyli oila tebratsa bo'ladigan texnikalar. To'g'ri. Yengil mashinaga pul yig'ib qo'yib, boshlang'ich to'lov qilib olaman deb o'tirganlar, mana pul topadigan mashina. Buni olib pul topsanglar, o'sha yengil mashinadan sabr qilsangiz, ikkitasini ola olasiz, xudo xolasa. Shunaqa. Eng yaxshi mashina qaysi mashina deb savol bergan paytlari men javob berib bilaman. Eng yaxshi mashina yangi mashina. Yangi mashinani olasiz, xarajat qilmasdan o'zingiz haydaydigan bo'lsangiz, 10 yilgacha xarajat qilmasdan bemalol haydab pul topishingiz mumkin. Hozirda Yandexda ham masalan yuk tashishga yaxshigina pul beradi. Albatta. Xo'p, undan tashqari qurilish materiallari sotadigan magazinlar bilan kelishib oladigan bo'lsangiz, sizga chiroyli ish berishadi. Toshkent shahri atrofida ham bu yuk avtomashinalar bilan bemalol bo'lmadi deganga 500 ming, pul ishladim, zo'r ishladim deganga 1 milliongacha pul topsa bo'ladi. Albatta. Anaqa qilib aytganda, umumiy qilib aytganda, umuman bu mashina bilan uyda qolib ketadigan mashina emas, bemalol har taraflama pul topsangiz bo'ladi. Xo'p, bu avtomashina shahar ichida ham ruxsati bor, yengil avtomashina, podzinak emas, shaharni libboy joyiga borib yuk olib, yuk tushirishingiz mumkin. Endi ko'pchilik bu mashinani olib men qayerga ishlataman deb oyog'ini ko'tarib yotadi. Lekin ona yotadigan bo'lsak, hech kimizga pul keltirib bermaydi. O'zimiz uchun harakat qilishimiz kerak, o'zimiz ish qidirib, topib, o'zimizni ish bilan ta'minlab. Nima deydi? Ishni texnika qilsin, pulni egasi olsin. To'g'ri. Eng zo'r qulay variant mana shu. Xo'p, ana endi yuk avtomashinamiz bu sal yuk ko'tarishi kamroq ekan. Men viloyatlar aro, shaharlar aro qatnayman degan akalarimiz uchun FAV brendidan necha tonnaligini bu? Furgon variantimiz bor. Aha. Bu bemalol 5-7 tonnagacha ko'tara oladi. O'zi gruza podiyomsi yuk ko'tarish qobiliyati necha tonna? Gruza podiyomnisi 5 tonna. 5 tonna, lekin 7 tonna, 8 tonnagacha yukni ortib manziliga olib bora oladi. Tayyor furgonli varianti. Tayyor, xarajat qilinmaydi. Olib bittagina metan qo'yiladi, и всё. Avtomashina ishga tayyor bo'ladi. Xo'p, bu yerga turgan avtomashinani xarid qiladigan bo'lsak, nomimizga счет spravka yozib beriladimi? Albatta, счет spravka bilan primoy nomingizga o'tadi. Nalichida tayyor turibdi. Kelib kutib o'tirmaysizlar, yo'q kutmaysizlar. Nalichida Toshkent Motorsda tayyor yarim soatda o'sha mashinani olib chiqib ketasizlar. Xo'p, ana endi bu avtomashinamizni motorlari qanaqa, yoqilg'ilari qanaqa, ot kuchlari, shular haqida ma'lumot bersangiz. Bular motorlari turbina motor bo'ladi, dizelda yuradi, lekin shunga qaramasdan metan propan tanlamaydi, bemalol tushadi. Metan muammosiz, 100 ga 100 metan o'rnatsa bo'ladi avtomashinamizga. Kuzovini uzunligi necha? FAV Tiger mashinamizning uzunligi 4.90 bo'ladi, ya'ni pashti 10 sm kam 5 metr bo'ladi. Kuzovini uzunligi. Kuzovini uzunligi faqat. Xo'p, ana endi avtomashinamizni ko'ramiz. Xo'p, diskalariga e'tibor beramiz. Diskalarimiz 5 kamir, shpilkalariga 6 ta shpilkadan iborat, balonlari e'tibor beramiz. Asfaltga yurish uchun mo'ljallangan. Oldingi qismi resorda avtomashinamiz. Xo'p, bu yoqilg'i bakimiz. Yoqilg'i bakning o'rniga ham bemalol metan o'rnatsa bo'ladi. Xo'sh, buni ham orqasi qo'sh balon. Xo'p, avtomashinamiz ana endi e'tibor beramiz balonlariga. Diskalari 5 kamir, shpilkalari 6 ta shpilkadan iborat va mustahkam. Xo'p, oldi qismlari resorda bo'lishidan qaramasdan avtomashinamiz anchagina yumshoq. Xo'p, kuzovlariga e'tibor beramiz. Mana kuzovlarimiz, yoqilg'i bakimiz, ramalari, resorlari, orqa baloni qo'sh balon. Qo'sh balon avtomashinamiz mana. Xo'p. Avtomashinamiz yuk tashib pul topaman degan haqiqiy o'zbek erkaklari uchun mo'ljallab ishlab chiqarilgan azizlar. Olib turib metandan boshqa xarajat qilinmaydi. Xo'sh, kuzovini hozir ocha olmaymiz. Orqasiga mashina turganligi uchun mana sizlarga umumiy qilib ko'rsatib o'tamiz. Endi buni obzorda narxini ham ayting degan mijozlar albatta bo'ladi, kommentariyaga aytishadi. Xo'p, narxini ham aytib o'tamiz. Hozir narxini mashinani obzor qilib o'taylik. Oxirida hammasini bir boshidan tushuntirib o'tamiz. Bo'ldi. Xo'p, avtomashinamizga e'tibor beramiz mana. Yuk tashiyman degan akalarimiz uchun juda ham qulay. Balandligi ham 2 metr yo 2.20 bor balandligi.
Xo'p, buni yoqilg'isi dizel, to'g'rimi? Albatta, dizelda bo'ladi yoqilg'isi. Xo'p, bunda ham salon qismida konditsioner bor, rullari gidravlika va qo'shimchasiga haydovchi akalarimiz uchun spalnisi ham bor. Bir kishilik spalni avtomashinamizda tayyor nalichida bor. Xo'p, va avtomashinani kabinasining ustiga koronalar ham o'rnatib qo'yilgan. Bu ham bir avtomashinani chiroyiga chiroy qo'shadigan. Shofyordan tashqari yana 2 kishini o'z ichiga oladi mashinamiz. Aha. Konditsioner, ABS tormoz, cruise control, klimat kontrol hammasi bor. Bitta shofyorga nima kerak bo'lsa, hammasi bor. Hamma qulayliklari bor. Albatta. Endi qarang. Bu hozir furgon varianti deydigan bo'lsak, mana bu avtomashinamiz esa shassi. Shassi. Shu avtomashinani shassi holati. Albatta. Takrorlab o'tamiz. O'z biznesingizga qanaqa kuzov kerak bo'ladigan bo'lsa, siz shu holatda kuzov yasab avtomashinaga o'rnatishingiz mumkin. Avtomashina, avtofurgon qanaqa bo'lsa, xuddi shassi ham xuddi shunaqa. Xo'p, qulayliklari juda ham zo'r. Eng yaxshi mashina yangi mashina deb bekorga aytishmagan. Ikkalasini ham parametrlari hammasi bir xil. Qo'yib, bunda ham yoqilg'i baki e'tibor beramiz. Xo'p, avtomashinamizni mana motor qismlarini sizlarga hozir yaqinlashtirib ko'rsatib beramiz mana. Motor qismlari. Xo'p, korobkalari mana. Akkumulyator qismlari, kardan, orqasi qo'sh balon, resorlarimizga e'tibor beramiz. Resorlarimiz ikkita pachkadan iborat. Xo'sh, zapaskalar o'z joyiga qotirib qo'yilgan. Zadimoslarga e'tibor bering. Zadimoslarimiz juda ham mustahkam. Va tormoznoy sistemasi bunda esa vozdux, ya'niki havoda tormoz oladi. Xo'p, ramasi ham anchagina mustahkam, rama qalinligi ham juda ham zo'r. Manaman degan kuzov qo'yadigan bo'lsangiz bemalol. Siz qo'ygan kuzovingizni bemalol ko'tarib yuk bilan torta oladi avtomashina. Qulaylik jihati juda ham zo'r. Mana. Ilohim hammamizga shunaqangi avtomashinalar, yangi avtomashinalar nasib qilsin deb qolamiz. Kimdir masalan aynan mana shu avtomashinaga bort qo'ymoqchi bo'ladi. Bortni avtofurgonni tushirib yana bort qo'yaman degandan ko'ra mana bu narsani sotib olib, shassini sotib olib, o'zlarini bizneslariga moslab kuzov bort yasab qo'yishlari mumkin. Agar bortlik bo'ladigan bo'lsa ham, bortlik avtomashinaga ham ish juda ham hozirda ko'p. Shlaka blok tashiydi, plita tashiydi, blok tashiydi, pena blok tashiydi. Xullas, og'ir yuklarni bemalol shu avtomashina bilan tashisa bo'ladi. O'zbekiston sharoitida shu avtomashina ham bizga normalligina daromad keltiradi. Xo'sh, yoqilg'i bakini o'rniga bemalol 2 tadan 4 ta gaz balon qo'yib o'rnatsa bo'ladi. U yog'iga ham 4 ta gaz balon, bu yog'iga ham 4 ta gaz balon. Yoqilg'i bakini mumkin orqaga o'tkazsa ham bo'ladi. Xo'p, xuddi mana shunday holatda qilib bemalol pul topsa bo'ladi. Avtomashinamiz ko'rib turibsizlar, hozir endi kuzovsiz holati. Kuzovsiz holati mana. Motor qismlari. Bu yoqilg'isi dizelda, motori esa turbina motor. Buni ham kuzovni ko'taradigan mexanizmlari hammasi mana shu yerda mavjud. Mana. Anchagina mustahkam va sifatli avtomashina. Xo'p, ana endi Farzona singlim. Labbi. Bu avtomashinlarimizni bizga ma'lumotlarini berib o'tsangiz, qolgan ma'lumotlari, narxlari necha pul? Xo'p, bunga chegirma aksiya skidkalar bormi? Albatta, hozir narxlar haqida aytib o'tib ketamiz. Eng asosiysi, menimcha, obunachilarimizga narxi qiziq. Xo'p, narxi keladigan bo'lsa, mijozlarimiz baribir narxini ayting deb kommentda yozishadi hali. Xo'p, FAF Tiger'imizning dizel varianti 295 million 680 ming so'm. Aha. Dizelligichi? Dizel varianti 295 million 680 ming so'm. Benzin varianti 280 million. Benzin varianti 280 million. Ikkalasini yuk ko'tarishi ham bir xil, hajmi ham bir xil.
prosta motoriga farq qiladi. Albatta. Dizel va benzinligida. Albatta. Aha, xo'p, ana endi avtofurgonimiz. Xo'p, furgonimiz 434 million, lekin hozirda Tashkent Motorsda furgonimizda skidka e'lon qildik. Qurbon hayit munosabati bilan 419 million skidka qildik. 20 million tan narxidan chegirma. Albatta. 20 million Qurbon hayiti munosabati bilan chegirma e'lon qilindi. Xo'p, ana endi keyingi Fao'mizni 5 tonnaligini shassisi. Shassi variantimiz 380 million bo'ladi. Xo'p, furgonlarimizga skidka qilganmiz, bularga endi xudo xolasa yana skidka qilamiz, lekin sonlari juda ham chegaralangan. Ulgurib qolinglar, avtomashinamiz yangi, zamonaviy va komfort avtomashinalarimiz. Olib turib, umuman xarajat qilmaysiz. Qiladigan xarajatingiz o'zingiz uchun yoqilg'i turini o'zgartirishingiz mumkin, metan qo'yishingiz mumkin. Shu sababdan hammamizga shunaqangi avtomashinalar nasib qilsin deb qolamiz. Tashkent Motorsga bemalol tashrif buyurib, o'zingizga yoqqan avtomashinani xohlasangiz shassi bo'ladimi, xohlasangiz avtofurgon bo'ladimi, qaysidan qat'iy nazar sizga tez orada yasab beradilar. Xo'p, bularimizga naqd pul bilan keladigan bo'lsak, qancha muddatga olib keta olamiz? Naqd pul bilan keladigan bo'lsa, yarim soatda shu spravka bilan nomlariga o'tadi. Mashina videoda nimadir kamchiliklar yoki aytilmagan bo'lsa, pastda albatta nomer qoldiramiz. Savolinglar bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Tashkent Motors sizlarni kutib qolamiz. Xo'p, Tashkent Motors xudo xolasa hamma mijozlari uchun qayg'uradi va mijozlarini qo'llab-quvvatlaydi. Mana shunaqangi yangi, narxi arzon bo'lgan avtomashinani xarid qilibsiz, oilangizni o'zimiz ona yurtimizda ham chiroyli tebratib, orzu havas qilsangiz bo'ladigan texnikalar. Singlim, sizga ham katta rahmat. Xudo xolasa meni obunachilarim telefon qilib, sizdan ma'lumot so'rasa, xudo xolasa chiroyli qilib ma'lumot berib, xarid qilmoqchi bo'lganlarga esa chiroyli sovg'alar bilan kuzatib qo'yasiz degan umiddaman. Xudo xolasa rozi qilib chiqarib yuboramiz. Barchalarni kutib qolamiz Tashkent Motors bosh ofisiga.